Bu video murojaat vaqtincha ishsiz yurgan odamlarga. Bu ishsiz bo'lib qoldingiz. Farqi yo'q, siz qayerda yashaysiz? Buxoroda, Samarqandda, Xorazmda, Nukusda, Vodiyda farqi yo'q. Shu videoni kommentariyasiga kiringda. Mutaxassisligingiz nima? Yoki qo'lingizdan nima ish keladi? Santexnikmisiz, doktormisiz, g'isht terasizmi? Bilmayman, nima qilasiz? O'shani to'liq ma'lumot bilan shu videoni kommentariyasiga yozing. Telefon raqamingizni yozing. Qaysi shahardanligingizni yozing. Ha? Ishchi qidirib yurgan odamlar shu videoni kommentariyasiga kirib, aynan sizni qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Shu odam sizni topsin. Men bu videoni bitta blogerdan ilhomlanib yozdim. U teskarisini yozgan. Hozirda nima ish qilyapsiz deb yozgan. Odamlar yozgan, boshqa odamlar o'zi uchun kerakli mutaxassislarni topgan. Juda ham yaxshi odzivlarni o'qidim. Shundan ilhomlanib, ishsiz yurganlarga deb shu videoni yozishga qaror qildim. Qarang, shu video sabab, men sabab bir ishli bo'lib qolsangiz, oilangizni bir boqoladigan bo'lib qolsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Erinmasdan kiring, kommentariyasiga yozing. Sizni kimdir qidirib yuribdi.